Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi vlogimizda Urganch shahrimizda izlab Quduqadam to'yxona yaqin yerda shuning yangi domda 4-qavatda 2 kvartira bilan tanishib o'tamiz. Ishlar ham yana turistik, ajoyib, sifatli ishlardan qo'yilgan, polizlar ham akkuratni ekan. Bismillah yuramiz. Kelgandan koridorlari keng tushgan, oyoq tiklar laminat pol, ishlari high-tech ishlagan, oboydan chiqqan tayyor xonadan hurmatli vatandoshlar. Bedening rakovinasi bor. Sanuzel, keyin oshxonasi, zal kısmı, spalnisi joylashgan. Bir yandan ko'rsatib boraversak sizlar. Xonadonimizda sizlar qaladan vəci, pərdeləri, kondisioneri, kuxini möbel, gaz plitaları qaladı. Sizlar. Keyin ayaq tili, giləmlər kan, həmməcə gitadan. Hörmətli vətəndaşlar, bir spalni qismi boladı. Spalnimiz 280'dən, uzinası 560 kəttəlikdə bazda. Aboydan çıxan aynalara ak formalarından pərdəsi qaladı. Aynanın tində registrləri var. 57 kvadrat metrede joylashgan ekan. Salkam 60 kvadrat metr. Koridor joylari ham keng. Ya'ni hazla 4 520 razmerda zal qismi bo'ladi. Bu yerda perdasi qoladi. Gilami, keyin bu yerda konditsionerlar qoladi. Konverjlarni olib ketadi. Dik yo'lni bo'yinda hazla yangi domda 4-qavatda 2 kvartira 57 kvadrat metr. Lüstralar ham qoladi. Patolog natija o'rtalari chetlari gipsakardon izlar. Birining rakovinasi bor, registrlar qo'yilgan. Bu tarafda sanuzel qismi bo'ladi izlar. Sanuzel ham polni plastikdan chiqib turibdi. Akkuratni patolog ham plastik, oyoq tiklari kafel. Unitazlar, vannalarni kattasidan qo'ygan. Izlar tayyor xonada aristollar ham qo'ygan ekan. Yonimizda esa oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizda gaz plita, vichishcha, kuxinni möbellar qoladi izlar. Kan vəzləri gitadon. Əzə narxı 430 milyon so'm gəlişədən yeri var. Qaz, sudan muammosi yo'q. Quduqadam, Axunba məscidi əzlə, Ahmet to'yxona qısqası çalış bazara getirishdəyi yo'ldagi yangi domda əzlə. Qiziqqanlar telefon qilarsa ekranda sizlar uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Priamoniy mülkiyyətini yanına olub gəlamiz, özləri bilan savdolaşıb, gəlişib, asanlıqla bo'ladi əzlə. Həmməyə sağlıq, salamətlік dilimiz. Keyingi videoda sağlamanın yaxşı keyfiyyətdə görüşünüzü deb qalamiz.